Assalomu alaykum. Kupe kanalına hoş kelipsizler. Rossiyanın eng boy adamı Alisher Usmonov turali qiziqtiriq faktlar. Alisher Usmonov O'zbekistonning Namangan aylanda 1953-yili 9-sentyabrda dunyoga kelgan. Boyu 175 cm, biznesmen, millioner, el aralıq qılıç sportining prezidenti. Atası Burhan Usmonov Toshkent shahrida prokuror bo'lib ishlagan. O'shonduktan Alisher Usmonovning balalik chog'i Toshkentda o'tgan. Alisher Usmonov atasına bağışlagan Burhan atlı eng cho'ng samolyotning egasi. Bul uchun Alisher Usmonov $350 million sarflagan. Apası Dilbar Usmonovga bağışlagan Dilbar atlı iki cho'ng yaxtaning egasi. Bul yaxtalar jasalg'asi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Har bir yaxtasi uchun $600 million aqchasini sarflagan. Alisher Usmonov kichkinasidan qılıç sportuna qiziqqan. O'shonduktan ota-onasi yoshlikdan qılıç sportuna bergan. Yana tez arada respublikalik qılıç sportining muchosuna aylangan. 1971-yili Moskvaning El aralıq universitetida o'qib, 1976-yili oyoqlagan. O'sha yili Toshkentga qaytgan. Biroq 1980-yili Alisher Usmonov yana uning iki do'sti yolg'onchilik va mamlakatdan aqcha o'g'irladi deb bir qancha vaqtga qamalgan. Biroq bular ota-onalarining urug'ay maqtab kelishib-ketishlarning qurboni bo'lgan. Kelajakdagi millioner o'shanda 8 yilga erkinan ajratilgan. Biroq 1986-yili ozodlikqa chiqqan. 2000-yili O'zbekiston sudi qaytadan bu ishni ko'rib chiqib, ularga qo'yilgan ayb jalg'an ekanini dalillab, soттолгондорду ақтаған. Turmadan chiquu menен Alisher Usmonov o'zining jumuşun boshlashga kirishadi. Kichik tur firma ochib, boylar uchun Pamir tog'larini ang ulu uchun sayohatlarda uyushtiradi. Alisher Usmonov biroz vaqt o'tgan so'ng Rossiyaga ko'chib ketuvini chechadi. Mana o'shul yerda uning o'yina kelmagan igiliklari boshlanadi. Alisher Usmonovning eng alg'ashqi biznesi polietilen paketlerini ishlab chiqargani hech kimga sir emas. Bu ishni boshlig'i Moskvadagi do'stlari bilan guruhlashlari so'ng yordam bergan. Biroq bu biznesdan chiqarib tamaki yetkazib beruv biznesmenidan daliklangan. O'sha uchurda bank sistemasi bo'yicha bilim olgan. O'zining chidamqayligi, o'tkir zehn harakati bilan 2010-yili 100 millionerlar qatoriga kirgan. 2012-yil Alisher Usmonovning boyligi 18 milliarddan oshib, dunyodagi boy odamlarning Forbes tizimasiga kirib 28-o'rinda egallagan. Anın üyülösü musulman, batı karşılıklara qarabay, al Yahudi, Evrey dinide bolgan Irinaga 1992-yili uylangan. Har bir insan özünün arkasından muraskor boluşun kalayt. Biroq Alisher Usmonov Irinaga ko'p prezidenti bo'la olishmadi. Biroq Irinaning birinchi turmushunda Anton atlı balası var. Alisher Usmonovning yaqin qarindoshlaridan biri Bobur Usmonov edi. Usmonov 2009-yili Shavkat Mirziyoyevning jeyini Diyara bilan turmush qurishgan. Biroq Bobur Usmonov 2013-yilgacha Alisher Usmonovning muraskori bo'lib kelgan. O'shol yili 9-may kuni avtoavariyadan qazo bo'lgan. Alisher Usmonov boyligini bo'lishtiruv masalasida ko'p o'ylanmay turganini aytgan. Yashovusida qancha bo'lsa da qo'rotib, qolgani yaqin tuyg'anlari, do'stlarini qoldirishini aytgan. Alisher Usmonov o'zbek bo'lgani qarabay, Rossiya, Ulu Britaniyaning grajdani. O'shol uchurda o'zbek bo'lgandan siymoqlanadi. Alisher Usmonov, Rosneft, Almaz Yuler Expert, Gazprom, Metal Investor, Kommersant, Sen TV, Muz TV muzika kanallari, Mail.ru, Arsenal futbol klubi, Alibaba, Internet Market, Megafon, Facebook, Kontakt va boshqa yirik kompaniyalarda aksiyalari bor.